Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanlar yaxshi turdinglarmi? Bugun biz darsimizning davomi Yuhanna bayon qilgan xush xabar 10-darsni ko'rib o'taylik dedik. Ya'ni Yuhanna bayon qilgan xush xabar 3-bob 22-oyatdan 36-oyatgacha qadar mazmunlar. Biz darsni boshlashdan burun avval mazmunni bir qatim o'qib chiqaylik. Bu işten keyin Hazrat İsa şagirdlari bilan Yahudiya o'lkasiga bordi. Hazrat İsa ular bilan billa u yerda bir mezgil turib kishilarni cho'mildirdi. Shu chaqda Salim yesining yanidagi Aynon degan yerda Yahyo payg'ambarmi kishilarni cho'mildiryotdi. Chunki u yerning suvi mo'l edi. Kishilar uning oldiga kelishib cho'mildirishni qabul qilishatdi. Bu Yahyo payg'ambar dahi zindonga tushmagan vaqt edi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari bir Yahudi bilan tozalanish diniy qoidasi to'g'risida talashib qoldi. Shogirdlar Yahyo payg'ambarning yoniga kelib, "Ustoz, o'tganda Yordan daryosining u qetida siz bilan birga bo'lgan o'zingiz bu odam mendan ulug' deb guvohlik bergan kishi hozir boshqalarni cho'mildiryotdi. Endi hammasi bizning qichib uning yoniga ketyotdi" dedi. Yahyo payg'ambar bunday javob berdi: Xudo bermasa inson hech nimaga erisholmaydi. Men sizlarga men qutqizuvchi Masih emas, faqat uning oldida kelgan yo'l hozirlovchi degan. Buningga sizlar o'zinglarmi guvohlik bera olasizlar. Qiz cho'qim o'zi bilan to'y qildigan yigitga mansub bo'ladi. Qo'ldash bo'lsa yigitning tayyorligini qilib uning kelishini kutadi. Ham uning ovozini anglab xursand bo'ladi. Shuning o'xshash menmu Hazrat Isoning kelishidan xushallanib kin-kinimga patmay qoldim. Endi uning shuhrati o'sishi mening bo'lsa tuvalishi kerak. U arishdan kelguchi bo'lib hammadan ustundir. Men bo'lsam bu dunyodan kelguchi. Shunga qiladigan so'zlarimmi bu dunyodagi ishlar bilan cheklandi. Arishdan kelguchi hammadan ustun bo'lib, u o'zining arishda ko'rgan va anglaganlarga guvohlik beradi. Biroq uning guvohligiga ishonganlar nihoyat oz bo'ladi. Holbuki uning guvohligiga ishonganlar Xudoning haqiqatligiga guvohlik beradi. Xudo avatgan qutqizuvchi Xudoning so'zini so'zlaydi. Chunki Xudo o'z ruhini uningga aymasdan berib kelmoqda. Arishlik otimiz o'g'lini so'ydi va hamishlarni uning qo'liga topshirgan. Xudoning o'g'liga e'tiqod qilgan kishi mangulik hayotga erishgan bo'ladi. Lekin uni rad qilgan kishi mangulik hayotdan mahrum qoladi-da. Xudoning g'azabi mana shundaqlardan mangu neri bo'lmaydi. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunni boshlashdan burun biz avval oldingi soatlarda biz o'tgan darsimiz bir qatim yig'inchoqlab ko'raylik. Ya'ni oldingi darsda biz 3-bob Nikodim bilan paranglashgan Hazrat Iso paranglari bilan uning davomini biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni Nikodim Parsilarga o'xshamagan holatda, ya'ni Hazrat Iso ibodatxonni tozalagan vaqtida, ya'ni ibodatxonnadagi ovqatchilarni qo'g'lab chiqargan vaqtida Parsilar va ibodatxonnadagi oqsoqollar bo'lsa, "Sening bunday qilishga nima huquqing bor? Agar seni Xudo avatgan bo'lsa, bizga bir karomat ko'rsatib baxmamsan" degan. Lekin Nikodim bo'lsa, ana shu oqsoqollar va Parsilarga o'xshamagan holatda kechsi Hazrat Isoning oldiga kelib, "Sizning Xudo avatgan bir ustoz ekanligingizni hamda Xudo bilan bila bo'lmagan odam siz ko'rsatgan bu mo'jiz karomatlarni qat'iy ko'rsatmaydi" deb Nikodim Hazrat Iso shuna degan. Shu vaqtda Hazrat Iso bo'lsa Nikodimga qaytadan tirilish kerakligini, ya'ni Nikodim bo'lsa faqat Hazrat Isoni Xudo avatgan biri deb e'tirof qilib uning oldiga kelgan vaqtida Hazrat Iso bo'lsa uning qaytadan tirilish kerakligini, ya'ni suv va ruhdan tirilish kerakligini, suv va ruhdan tirilmagan odam Xudoning podshohligini ko'ra olmaydiganligini, podshohligiga kira olmaydiganligini deb turib, haqiqatan Hazrat Iso o'zining, ya'ni davomliq paranglashgan vaqtida o'zining Xudo bilan birga bo'lgan, Xudo avatgan biri bo'lib qolmasin, balki o'zining Xudo ekanligini, ya'ni o'zining arishdan kelguchi ekanligini, Xudoning ruhining kishilarga hayot xato qilganligini degan emasmi? Dal shuningdek, Xudoning insonlarga hayot xato qilishi bo'lsa, dal shu arishdan kelguchi bo'lgan inson o'g'li bo'lgan Hazrat Iso orqali bo'lganligini, ya'ni uning e'tiqod qilganlarning bo'lsa, mangulik hayotga erisha oladiganligini. Ham shundaqla Xudoning bu arishdan kelguchi bo'lgan inson o'g'lini, ya'ni Xudoning o'zining yagona o'g'li bo'lgan Hazrat Isoni avatishi bo'lsa, dunyodagi insonlarni qutqizish uchun avatganligini, ya'ni Xudoning o'z o'g'lini, yagona o'g'lini dunyodagi insonlarni, ya'ni gunohkor bo'lgan insonlarni qutqizish uchun qurbon bo'lishga avatib berishi, ya'ni gunohkor insonlarning gunohini o'z zimmasiga elib, shu insonlar uchun, gunohkor
duchor bo'lgan, shu o'limga yuzlangan shu insonlar uchun ularning barliq la'natlarini, gunohlarini o'z zimmasiga olib, ular uchun qurbonlik berish orqali insonlarga dal shu mangulik hayotlikni, ya'ni hayotlikni Xudo ato qilgan hayotlikni insonlarga ato qilganligini mana bu Xudoning, ya'ni arish to'g'risidagi ishlar, ya'ni Xudoning irodasining dal Hazrati Ayso ustida namoyon bo'lganligini, ya'ni Xudoning Hazrati Ayso orqali kishilarni ham qutqizadiganligini, ham Hazrati Ayso ustida namoyon qilgan Xudoning adolati va sevgisi orqali insonlarni ham so'roqqa tortadigan o'lchamining dal Hazrati Ayso ustida namoyon qilgan shu irodasi orqali bo'lganligini, shunga Hazrati Aysoga e'tiqod qilganlar bo'lsa qutqizilib, ularning gunohlari kechirim qilinib, mangulik hayotlikqa ega bo'lganligini, ya'ni erisha oladiganligini, lekin dal shu Xudoning Hazrati Ayso ustida namoyon qilgan shu haqiqatini ishonmaganlar, haqiqatiga sal qaraganlar, haqiqatiga agashmaganlar bo'lsa allaburun so'roqqa tortilganligini, ya'ni Xudoning insonlarni qutqizish yo'lini qabul qilmaganligi uchun, Xudoning insonlarni qutqizishini rad qilganligi uchun ular qutqizilishdan mahrum qilib so'roqqa tortilganligini. Shunga biz buni ham Korinliklar yozilgan 2-xat 2-bob 15-oyat orqali biz ham bizning xush xabarni yetkazishimiz, ya'ni biz bo'lsak Xudoning ana shu qutqizish yo'lini jakarlaydigan, Xudoning xush xabar to'g'risidagi xushbirligini insonlarga chachadigan xush xabarni elib kelguvchilar bo'lish bilan birga, ya'ni shundaqla Xudoning hukmini, ya'ni oxirgi zamonda qanday insonlarni hukm qiladigan, so'roqqa tortadigan dal shu hukmini o'z vaqtida bir vaqtda jakarlayotganligimizni bilishimiz kerakligini ham biz deb o'tgan desakmi bo'ldi. Xo'sh, unaqasi biz bugungi mazmunga kelsak, ya'ni 22-oyatda, 3-bob 22-oyatda bu ishdan keyin deydi. Bu ishdan keyin deganimiz, ya'ni bu ish deganimiz dal Hazrati Aysoning Nikodim bilan ko'rishib paran qilgan, ham shundaqla Nikodimga qaytadan to'rilish haqida, ham shundaqla insonlarning sudin va Xudoning rohidan to'ralganlarga Xudoning podshohligiga kira oladiganligi haqida, ham shundaqla arishdan tushguchi bo'lgan inson o'g'li bo'lgan Hazrati Aysoga ishonganlar bo'lsa mangulik hayotlikka erishadiganligini, e'tiqod qilganlar ham so'roq tortilmaydiganligini, shunga Hazrati Aysoning, ya'ni Xudoning yegona o'g'li bo'lgan, o'zi Xudo bo'lgan, arishdan kelguchi bo'lgan Hazrati Aysoning insonlar orasiga kelishi bo'lsa, ularni gunohning la'natlaridan qutqizish uchun o'zini pido qilib, ya'ni o'zining qurbonligi bilan ularni qutqizib, ularga hayotlik ato qildigan dal shu Xudoning irodasining dal o'zi ekanligi, ya'ni Xudoning insonlarga hayotlik ato qilgan yo'lining dal Hazrati Ayso ekanligini Nikodimga so'zlab izohlagan. Dal mushundaq izohatlardan keyin, dal mushundaq Xudoning irodasini tushuntirib izohlagandan keyin, ya'ni mushu ishlardan keyin degani biz dal mushu Hazrati Aysoning degan mangulik hayotlik to'g'risidagi ta'limlari, qaytadan to'rilish haqidagi ta'limlari, Xudoning insonlarga namoyon qilmoqchi bo'lgan sevgisining dal o'zining ustida namoyon bo'lgan, dal Xudoning irodasining o'zining ustida, ya'ni Hazrati Aysoning ustida namoyon bo'lganligini aniq tushuntirib ta'lim bergandan keyin, ya'ni shu ta'limidan keyin deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni oldingi shu bobdagi, ya'ni 3-bob Nikodimga izohlagan shu bir qism mazmunlar mushu ishlardan keyin deb, ya'ni bu mazmunlar bugungi mazmun bilan, ya'ni bugun ko'rib o'tadigan mazmun bilan munosabatli, ya'ni bog'lanishliq. Demakchi, dal mushu Nikodimga mushu temalar ustida ta'lim bergandan keyin Hazrati Aysoning qilgan ishi bo'lsa, shogirdlari bilan Yahudiya o'lkasiga berib, kishilarni suvga cho'mildirganligi. Ya'ni shu ishlardan keyin Hazrati Ayso o'zi shu Yahudiya o'lkasiga berib kishilarni suvga cho'mildirganligini va mushu jarayonda yuz bergan ishlar dal bugungi oxirgi mazmunlar ekanligini biz ham ko'rib o'talaymiz. Ya'ni Hazrati Ayso insonlarning suv va Xudoning rohidan to'rilishi kerakligini, shuningdek Xudoning podshohligiga kira oladiganligini aniq deb turib, mangulik hayotlik degan nima, mangulik hayotlikka erishadiganlar qanday bo'ldi, Xudoning qutqizishiga erishish qanday bo'ldi deganlarga oid
burun tushuntirib bo'lgan mushundaq mazmunlar emasmi. Shunga Hazrat Isa Yahudiya o'lkasiga kelib bo'lsa kishilarni suvga cho'mildirib, ya'ni suvga cho'mildirish degan nima degan vaqtimizda biz oldingi botdim degan biz ya'ni elchilar, ya'ni Hazrat Isaning shogirdlarimi Hazrat Isaning buyrug'i bo'yicha, ya'ni Hazrat Isaning shogirdlarga qilgan tal. Buyrug'i nima desa biz Matta bayon qilgan xush xabar 28-bob 19 va 20 oyatlarni deb beralaydik. Ya'ni arishda va yer yuzida butun huquqman berildi. Shuning uchun berib, butkul millatlarni mening shogirdlarim qilib yetishtiringlar. Ularni Xudo ota, o'g'li va muqaddas ruh nom bilan cho'mildirib, ularga men sizlarga buyurgan barliq amallarga amal qilish o'rgatinglar degan. Dal shu buyruq emasmi? Dal shu bo'yicha shogirdlarmi xush xabar yetkazib, ularga degan xush xabar nima desa, kun elchilar, ya'ni elchilarning faoliyati biz 2-bob 38-oyatni oldin qatim degan edik. Ya'ni gunohlaringlarning kechirim qilinish uchun yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Hamda Isa Masihga e'tiqod qilganliginglarni ko'rsatish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shuningda sizlar Xudoning, ya'ni Xudo sizlarga muqaddas ruh ato qildi degan emasmi? Lekin bu vaqtda, ya'ni Hazrat Isa hayot vaqtida, texi vaqtda kishilar hech qanday kishiga muqaddas ruh ato qilingan vaqt emas. Lekin ya'ni bugungi mazmunda Hazrat Isa kishilarni suv cho'mildirganda bo'lsa, kishilarning gunohlarining kechirim qilinish uchun yomon yo'llardan yenib tavba qilganligi hamda Hazrat Isoning ta'limlarini anglab, Hazrat Isoni haqiqatan Xudo avatgan qutqizuvchi, qo'zisi deb e'tirof qilib, e'tiqod qilganligini ko'rsatish uchun, ya'ni Hazrat Isodan suvga cho'mildirishni qabul qilayotganligini dal bugungi mazmunda biz shunday bila olamiz. Ya'ni Hazrat Isa Yahudiya o'lkasiga berib kishilarni bir mazgil suvga cho'mildirdi degan oyatda biz Hazrat Isoning kishilarni dal shu gunohlarni kechirim qilinish uchun yomon yo'llardan yonib tavba qilganligini isbotlash uchun hamda Hazrat Isoni haqiqatan Xudo avatgan qutqizuvchi Masih deb e'tiqod qilganligini bildirish uchun Hazrat Isodan cho'mildirilishni qabul qilayotganligini biz ham ko'rib o'tamiz. Ham dal mushundaq Hazrat Iso kishilarni suvga cho'mildirgan vaqtida, suvga cho'mildirayotgan vaqtida, ya'ni Yahudiya o'lkasi dedik. Bu Yahudiya o'lkasi deganimiz yana burungi Janubiy Yahudiyaga qarashli bo'lgan, ya'ni burungi Janubiy Yahudiyaning o'rni. Dal shu o'rni bu Hazrat Iso davrida o'lka, bir ayrim o'lka sifatida, ya'ni vaqt mustaqil Isroillar mustaqil davlat emas, balki bir ayrim o'lka sifatida mavjud degan emas. Dal shu vaqtda Isroillarning butun zimini, ya'ni Shimoliy Isroiliya va Janubiy Yahudiyaning butun zimini bo'lsa 3 o'lka, ya'ni eng usti taraf bo'lsa Jaliliya o'lkasi, o'rta bo'lsa Samariya, eng asti bo'lsa Yahudiya o'lkasi deb shundaq 3ga bo'linib ketgan vaqt. Ya'ni sizlar muqaddas kitobning oxiridagi Iso Masih davridagi Yahudiyaning, ya'ni Isroillarning xaritasi degan qarasanglar, nihoyat aniq tushuna olasizlar. Dal bu Yahudiya bo'lsa, Yahudiya o'lkasi bo'lsa, ya'ni Janubiy Yahudiyadagi, ya'ni shu vaqtda Babilon tarafidan surgun qilinib va 70 yildan keyin, ya'ni Koresh podshoh ularni qaytishga ruxsat qilgandan keyin qaytib shu joyda, ya'ni surgunlikdan qaytib o'zining yurti bo'lgan dal shu Yerusalimga, shu joyga o'ltiraqlashgan kishilar dal shu kishilarning ajdodlari deb ko'rishga bo'ldi. Ya'ni Yahudiylarning ajdodlari deb ko'rishga bo'ldi. Dal shu Yahudiya o'lkasida Hazrat Iso bo'lsa suvga cho'mildirgan kishilarni dal shu vaqtdami, ya'ni Salim yesining yanidagi Aynun degan yerda Yahyo payg'ambarning kishilarni cho'mildirayotgan. Endi bu Salim yesi deganimiz, Salim degan gapni biz balkim tushunishinglar mumkin, Yerusalimga tava, ya'ni Yerusalim o'xshash shu joyning bir yezisi ekanligini biz bu yerda tasavvur qila olamiz. Dal shu joyda Yahyo payg'ambarning kishilarni suvga cho'mildirayotganligini da'vat etdi. Ya'ni ikkisi Yahyo payg'ambar bilan Iso Masih bo'lsa, ikkisi shu o'xshash vaqtda shu joyda suvga cho'mildirayotganligiga oid orix ko'rinish. Dal bugungi oxirida biz ko'rib o'tadigan mazmunlarning orix ko'rinish ekanligini biz oldi bilan tushunib yeta olamiz. Dal shunday kishilar Hazrat Iso tarafga berib, Hazrat Isoga e'tiqod qilganligi uchun Hazrat Isodan suvga cho'mildirilishni qabul qilganlarmi bor bo'lsa, ham yana bir tarafdan Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, Yahyo payg'ambardan suvga cho'mildirilishni qabul qilayotgan dal shunday ikki turkumdagi kishilarning borligini biz ham tasavvur qilsak, oxirgi mazmunlarni ham tushuna olamiz. Ya'ni
Mushundaq Yahya payg'ambarimiz suvga cho'mildirayotgan, Hazrat Aysoni suvga cho'mildirayotgan vaqtda Yahya payg'ambarning shogirdlari bo'lsa, bir Yahudi bilan diniy tozalanish qoidasi to'g'risida talash tortish, ya'ni talashib qolgan. Ya'ni tozalanish diniy qoidasi deganimiz sizlar Tavrat, ya'ni qonun sharhiy qaraylamizlar nihoyat inchlik bilan qanday xatolik, qanday nopaklik, qanday gunoh o'tkazgan vaqtida qanday tozalanish qoidasini o'taydiganligini, qanday qildiganligiga oid mazmunlar nihoyat inchga va tafsiliy yozilgan. Dal shunga o'xshash, ya'ni nopaklikdan yoki gunohdan bo'lsin, qanday qilganda tozalang'ili Xudoning oldida tozlanib pak nopaklikdan yenib pak bo'ldigan, bo'g'ili bo'lganligiga oid, dal shunga oid mazmun ustida bir kishi bilan Yahya payg'ambarning shogirdlari talashib qolganligi va mushu talash sababidan Yahya payg'ambarning shogirdlari bo'lsa, ustozi Yahya payg'ambarning oldiga kelib degan so'zi nima desa, o'tganda Iordan daryosini o'qiydi, siz bilan birga bo'lgan o'zingiz bu odam mendan ulug' deb guvohlik bergan kishi hozir boshqalarni cho'mildiryapti. Endi hammamiz bizdan kechib uning yeniga ketyapti deb ustoziga shuna dedi. Ya'ni bir Yahudi bilan diniy tozalanish qoidasi to'g'risida talashib qolib, shu qursoq ko'pigida, shu talash tortishi sababidan shu xafalık ichida ustozining oldiga kelib bo'lsa, kishilar hozir bizdan qechyapti. Ya'ni bizning kishilarni suvga cho'mildirishimizni qabul qilmasdan, balki ya'ni shu siz o kishi mendan ulug' degan shu kishining, siz guvohlik bergan shu kishining yeniga berib, shuningdan qabul qilyapti deb hozir kishilarning ko'pinchisining Hazrat Aysoning oldiga borayotganligini, Hazrat Ayso agishadiganlarning, ya'ni Hazrat Aysoning suvga cho'mildirilishini qabul qilganlarning ko'plab ketib qolganligini, o'zining oldiga kelganlar bo'lsa, ozlab ketayotganligini, endi kishilar ularning oldiga kelmaydigan bo'layotganligidan ansirab, ustozining oldiga berib, bu ahvolni ma'lum qilganlarni biz ko'rib olamiz. Ya'ni shogirdlarning talashib qolgan mazmuni tozalanish diniy qoidasi emasmi? Yahya payg'ambar va shogirdlari bo'lsa, kishilarni Tavrat qonunidagi diniy qoida bo'yicha kishilarga tozalanish, tavba qilish, suvga cho'mildirish to'g'risida ta'lim berib, ularni suvga cho'mildirayotgan emas. Masalan, Yahya payg'ambarning suvga cho'mildirilishiga oid mazmunni biz Luqa bayon qilgan xush xabar bo'lsa, mayli qolgan 3 xush xabardan ko'ra olamiz. Ya'ni Yahya payg'ambar suvga cho'mildirganda, yomon yo'linglardan yenib, gunohinglarni tavba qilinglar, tavba qilganliginglar ko'z uchun suvga cho'mildiringlar deb gunohga tavba qilish va qalan ko'z uchun suvga cho'mildirishni kerakligini aytib, Yahya payg'ambarning suvga cho'mildirilishi bo'lsa, dal shu yomon yo'ldan yenish, tavba qilishga oid ekanligini deb o'tgan emasmi? Shuningga o'xshash, Yahya payg'ambarning kishilarni suvga cho'mildirishi bo'lsa, dal shu Qonun ahdi, ya'ni Tavratdagi Qonun ahdi bo'yicha shu Tavrat qonundagi diniy qoidalarni asos qilib turib, kishilarga tozalanish, tavba qilish va suvga cho'mildirish haqida ta'lim berib, ularni suvga cho'mildirganligini biz ko'ra olamiz. Lekin Hazrat Ayso bo'lsa, dal shu Tavratdagi barcha so'zlarning o'zining ustida namoyon qilganligini, ijro qilinganligi bilan, ya'ni Xudoning shu Tavratda bo'lsin, Qonun ahdidagi barcha muqaddas yozmalarda bishorat qilingan shu qutqizilish haqidagi, shu gunohlarning kechirim qilinish haqidagi barliq shu Xudoning irodasining, Xudoning bishoratlarining dal Hazrat Aysoning ustida namoyon bo'lganligi uchun, dal shu Xudoning insonlarni kechirim qilmoqchi bo'lgan, ya'ni insonlarni kechirim qilish yo'li bo'lsa, Hazrat Ayso bo'lganligi uchun Hazrat Ayso dal shu o'ziga e'tiqod qilgan, ya'ni o'zini dal Xudoning shu qutqizuvchisi Masih deb e'tiqod qilganlarni suvga cho'mildirganligini, bular orasidagi farq bo'lsa, birsi Qonun ahdidagi shu diniy qoida va Qonun ahdini asos qilgan holatda suvga cho'mildirganligini, ya'ni Yahya payg'ambarning. Lekin Hazrat Aysoning bo'lsa, dal shu Xudoning irodasining namoyon bo'lganligi, dal shu Xudoning qutqizish irodasi, Masihning namoyon bo'lishi bilan Masihga e'tiqod qilganlarni, shularni e'tiqod qilganligi uchun cho'mildirganligini oid dal shunday ikki cho'mildirish, ya'ni ozroq farqi bor emasmi? Dal shu farq tufaylidan bu shogirdlar, ya'ni Yahya payg'ambarning shogirdlari boshqa bir Yahudi bilan talash tortish qilgan. Ya'ni demakki, bu yerda bir Yahudi bilan
tozalanish diniy qoidasi to'g'risida talashib qolgan degandagi bu mazmun. Ya'ni bularning talash tartish elib borgan, ya'ni talash tartishiga sabab bo'lgan mazmun dal diniy tozalanish qoidasi emasmi? Dal shuningdek, Hazrat Aysoning bergan ta'limlari, xo'sh xabarga oid mazmuni bilan, ya'ni diniy qoida, tozalanish diniy qoidasiga oid xo'sh xabarga oid mazmun bilan Tavrat qonunini asos qilgan Yahyo payg'ambarning insonlarni suvga cho'mildirishi bilan hozirga farq qilgan bo'lg'achqa, dal shu farq tufaylidan ularning talash tartish, ya'ni shogirdlarning, Yahyo payg'ambar shogirdlarining talash tartish qilganligini, shunga mushu talash tartish sababidan ularning qursog'ining ko'p bo'lsin yoki mush talash tartish sababidan ustozi Yahyoning oldiga kelib, dal shu kishi, ya'ni siz mendan ulug' degan kishi hozir kishilarni suvga cho'mildiryapti. Kishilar hammasi bizdan qochib uning yeniga ketyapti deb ustozga shunday ishlarni ma'lum qilishimi dal mushu sababdan ekanligini biz ko'rib yetalaymiz. Ya'ni bu shogirdlar bo'lsa, uzundan beri Yahyo payg'ambarga agishib, Yahyo payg'ambardan dal shu Xudoning yo'lini o'rganib, ham shu Yahyo payg'ambardan o'rganganlari bo'yicha kishilarni dal shu tavba qilish yo'liga chaqirib, ularni suv cho'mildirib qilgan emasmi? Biz oldin qatimlarda o'rgangan vaqtimiz Yahyo payg'ambar butun Yahudiya bo'lib qolmasdan va Yordan derasining sharqiy qimidan tortib barcha kishilarning Yahyo payg'ambarning oldiga kelib suvga cho'mildirilishini qabul qilayotganligini biz deb o'tgan edik. Endi Hazrat Ayso kishilarni suvga cho'mildirgandan boshlab bo'lsa, Yahyo payg'ambar va shogirdlarining oldiga kelganlar bag'an sari ozlab mangayotgan bo'lg'achqa, bu yerda shogirdlari endi bizning oldimiz kelgan kishilar ozlab ketdi. Endi biz nima ish qilmaymiz degan o'xshash, ya'ni o'zlarining qilayotgan xizmati, o'zlari shu azaldan, ya'ni burundan tortib Yahyo payg'ambar ustozining kayniga agishib yurib qilgan barcha ishlarining endi bo'lsa bu xizmatining barabara oxirlashayotganligini, kishilarning ularni izlab kelmayotganligini, dal mushundaq ishlar tufaylidan Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, dal mushu gapni qilganligini biz ko'rib yetalaymiz. Endi Yahyo payg'ambar bo'lsa, o'zining shogirdlarining mushuna g'amandishisi, ya'ni kishilar bizni izlab kelmayotdi, bizning oldimizga kelib suv cho'mildirilish qabul qilmayotdi, hammasi bizdan qochib ketyotdi, biz endi buniki bekor qilmizmi degan o'xshash mushuna g'amandisini Yahyo payg'ambar qandoq yechib berdi desa, 27-bobda Xudo bermasa inson hech nimaga erisha olmaydi deyish orqali barcha ishlar Xudodan, ya'ni Xudoning irodasidan bo'lganligini, ya'ni Xudoning irodasiga bog'lab turib, ahvolni shogirdlarga izohlab berayotganligini, yenilam oxirigacha, ya'ni shogirdlarning mushunda g'amandishlarigami Xudoning irodasi bo'yicha, Xudoning so'zi bo'yicha shogirdlarga Xudoning so'zini yetkazish bilan, ta'lim berish bilan ularga tasalli berayotganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni nima demoqchi desa, Xudo kimni o'z xizmatiga chaqirishi yoki kimni qandaq ishlarga chaqirishini, masalan biz Pavlosning xatlarida orqali texim ko'p ko'ra olamiz. Ba'zilar bo'lsa qo'shqar taqtishga, ba'zilar bo'lsa ta'lim berishga, ba'zilar bo'lsa tasalli berishga degan o'xshash muqaddas ruhdan kelgan iltifotlar haqida so'zlagan mazmunlar nihoyat ko'p. Ya'ni shunga o'xshash Xudoning kimlarni o'zining ta'limini berishga chaqirgan bo'lsa va yoki kimlarni qo'shqar taqtishga chaqirgan bo'lsa va yoki kimlarga bo'lsin talant, ya'ni musiqa jihatdan bo'lsin, naqshi jihatdan talantni berib turib Xudoni madihlashga chaqirib turib kishilarni Xudoni madihlashga boshlaydigan shunday madihya boshlamchisi qilib chaqirgan bo'lsa va yoki kimlarniki dal shunday Xudoning xizmatkorlariga yordam bergan, mayli moddiy, mayli ma'naviy jihatdan yordam bergan shunday qobiliyatni berish, ya'ni Xudoning har bir odamga beradigan iltifoti, qobiliyati va Xudoning har bir odamning hayotiga bo'lgan irodasi o'xshamaydi emasmi? Lekin shu hammasi dal shu Xudoning, hammamizning ustida turgan Xudoning o'zining huquq ichidagi ishlar bo'lishga, Xudo o'zining huquqi bilan har kimga o'xshamagan shu iltifotlarni ato qildi. Yana misol olgan bo'lsak, kimlarga huquq jihatdan, masalan, boshliq degan o'xshash, rahbar degan o'xshash shunday bir davlatman jihatdan marhamat qilsa, kimlarga bo'lsin mol dunyo jihatdan marhamat qilsa, yana kimlargadir oila jihatdan shunday bir inoq oila ato qilib, mehr muhabbat ichida ma'naviy jihatdan shunday bir mol bo'lgan
oila bo'lsin, mo'l bo'lgan shunday bir turmushni marhamat qilishi mumkin. Va yoki kimlargadir mayli o'qish jihatdan, mayli aql farosat jihatdan, mayli bilim jihatdan bo'lsa marhamat qilishi mumkin. Ya'ni hammasi Xudoning irodasi va marhamati, iltifoti. Ya'ni eng muhimi Xudoning har bir odam ustidagi o'z irodasi bo'lganligi uchun shu irodasi bo'yicha shunday bir talantlarni iltifot, marhamatini ato qilganligini biz ko'ra olamiz. Shunga har birimiz ustida Xudoning irodasi bo'lgan bo'lg'achqa, hayotimiz ustidagi Xudoning irodasini tunishga biz intilmagan vaqtimizda doim yer yuzidagi kishilarga, ya'ni atrofimizga odamlarning ahvoliga qarab, ular bilan selishtirib yurib, boshqalar pul topsa, men pul topay degandek, boshqalar huquq, shon shuhrat topgan bo'lsa, ya'ni obro'yga intilib, shunda obro'y kishilar orasida obro'yga e'tirof qilishga erishgan bo'lsa, men e'tirof qilishga erishmadim deb, va yoki ba'zilarning shunday bir inoq oilasi bo'lsa, men nimishqa inoq oila bo'lmaydi deb turib, ya'ni atrofdagi odamlar bilan selishtirish orqali dunyoning o'lchimi va boshqalarning qarashi bo'yicha qaraydigan, hayotiga tal shundaq dunyoning o'lchimi va boshqalarning qarashi, insoniy qarashlar bilan qarab o'lcham qilib turib, og'rindigan yoki norozilik bildirgan, selishtirgan va yoki nafsigurlik qilib, oshko'zlik qilib, tal shunday boshqalar erishganlarni erishish uchun jon dil bilan tirishib baqadigan. Tal shundaq ifodalar ularning hayotida ifodalanib chiqadi deganlik bo'ldi. Shunga biz har holimizda her işlerimizde olsun Xudoning o'zining bizga iroda qilganini, bizning qanday ishlar uchun yetaklayotganligini, bizning hayotimizda Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishining nima ekanligini, ya'ni har kun har ishlarimizda Xudoning irodasining, bizga iroda qilgan irodasining nima ekanligi, ato qilmoqchi bo'lganligini va hayotimiz ustidagi plan ichidagi bizning haqiqiy mavjudligimiz, bizning haqiqiy salohiyatimizning kim ekanligini va shu salohiyatimiz bilan shu Xudoning yetaklagan ishlari bo'yicha shu jarayonlar orqali bizga Xudoning bizga tunutmoqchi bo'lgan o'zining shon sharafining ulug'ligining nima ekanligini biz markazlashtirmagan vaqtimizda dal shundaq atrofimizdagi odamlarga, boshqalarga selishtirib ko'zimizda yer yuzidagi kishilarga yer yuzidagi o'lchamlarga qo'yilib qoldi. Lekin biz Yahyo payg'ambarning diniga hisob solib qaraydigan bo'lsak, ya'ni Xudo bermasa inson hech nimaga erisha olmaydi deydi emasmi? Ya'ni Yahyo payg'ambarning bunday deyishi, shogirdlari bunday javob berishi, oxirini davomliq o'qisak 28-oyatda, "Men qutquzuvchi Masih emas, faqat uning oldida yo'l hozirlag'uchi" deb, ya'ni o'zining hozirgidek ishlarni qilish, ya'ni kishilarni suvga cho'mildirishi bo'lsin, kishilarni tavba qilishga chaqirishi bo'lsin, bu mushu barcha qilgan ishlari bo'lsa, dal Xudoning uning ustidagi irodasi bo'lgan qutquzuvchining kelishi uchun yo'l hozirlash ekanligi, ya'ni uning xizmati, uning ustidagi, Yahyo payg'ambarning hayot ustidagi Xudoning irodasi tamomlamoqchi bo'lgan ishi bo'lsa, Hazrat Isoning kelishi uchun yo'l hozirlash ekanligini. Shunga Yahyo payg'ambar deydi, ya'ni Hazrat Iso kelish uchun meni yo'l hozirlashga Xudo evatgan. Ya'ni mening hayotimdagi Xudoning irodasi bo'lsa, Masihning kelishi uchun yo'l hozirlash. Shunga endi Masih keldi, uning shuhrati bo'lsa o'sishi, mening bo'lsa tuvalishi kerak deb turib, o'zining Xudo oldidagi xizmatini, vazifasini, o'zining hayotidagi, o'zining ustidagi Xudoning irodasini amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarini nihoyat to'liq tunib yetgan. Lekin biz musha so'z orqali ko'ra olamiz. Shunga Yahyo payg'ambar bo'lsa Xudoning oldidagi vazifasini, xizmatini Masihning kelishiga yo'l hozirlash deb to'liq bilganligi sababidan Masihning kelganligi uchun o'zi hozirlagan yo'lda uning kelganligini ko'rganligi uchun, ya'ni Yahyo payg'ambar o'zi kishilarni suvga cho'mildirib tavba qilishga, ya'ni Xudoning yo'liga qaytishga shundaq tayyorlash uchun kishilarni suvga cho'mildirgan emasmi? Dal shundaq Xudoning so'zini haqiqatan yetkazib, kishilarni Xudoga qaytishga chaqirib, shundaq qilgan vaqtlarda Hazrat Iso kelib, Xudoning podshohligi haqida, Xudoning irodasi haqida, o'zining kimligi haqida shundaq kishilarga ta'lim berib, Xudoning ulug'ligining qanday namoyon bo'lganligi haqida ta'lim berib, ularni suv cho'mildirayotganligi uchun Yahyo payg'ambar Hazrat Isoning kelishidan, uning qilgan ishlaridan xushal bo'lib, qin-qiniga patmay qolgan, ya'ni xushal bo'lganligini, qin-qiniga patmay qoldim deb ifodlaydi emasmi? Dal shundaq Hazrat Isoning
xizmati bo'lsa, ya'ni Hazrat Aysoning kelishi, namoyon bo'lishi, Hazrat Aysoning barcha qilayotgan ishlari dal Yahyo payg'ambar jakarlagan, dal Yahyo payg'ambar namoyon bo'lishini kutgan shu ish bo'lg'ashqa, dal shunda Xudoning namoyon qilmoqchi bo'lgan, amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishi dal Hazrat Ayso bo'lganligi uchun Hazrat Aysoning kelganligidan, Hazrat Aysoning shu xizmatlaridan Yahyo payg'ambarga o'xshashla xushal bo'lib, Xudoning dal shu özünün vədisi, iradisi bo'yicha Yahyo payg'ambarga namoyon qilgan shu bishoratlari, ishlari bo'yicha Xudoning irodasini, o'z planini dal vaqtida vujudga keltirganligi uchun Yahyo payg'ambarning Hazrat Aysoning ustidan xushal bo'lib, Xudoga hamd sano aytadigan shunday pozitsiyada dal Xudoning oldida o'zini tunug'andiki, o'zining xizmatini, vazifasini tunug'andiki shunday pozitsiyada shogirdlarga degan gapi bo'lsa, Xudo bermasa inson hech nimaga erishamaydi. Ya'ni endi uning shuhrati o'sishi kerak, mening bo'lsa tuvalishi kerak deb turib, ya'ni hozir insonlarning uni izlab, uning cho'mildirishini qabul qilishi muqarrar va barhaq bo'lgani shu to'g'ri deb shogirdlarga Xudoning irodasi bo'yicha ularga tasalli berib, Xudoning irodasi bo'yicha ta'lim berayotganlarni biz ko'ra olamiz. Ya'ni Yahyo payg'ambar yana bir jihatdan qiz cho'qim o'zi bilan to'y qilgan yigitga mansub bo'ladi. Qo'ldash bo'lsa, yigitning tayyorligini qilib, uning kelishini kutadi, ham uning ovozini anglab xursand bo'ladi deb bundaq bir tamsil orqali shogirdlarga Hazrat Aysoning kim ekanligi to'g'risida guvohlik berdi. Ya'ni Hazrat Aysoning bo'lsa dal shu yigit ekanligini, to'yi bo'lmoqchi bo'lgan shu yigit ekanligini o'xshatib turib, qiz bo'lsa dal Xudoga mansub bo'lgan xalq, Xudo o'zi chaqirgan xalq, dal shu e'tiqodchilar ekanligini qizga misol keltirib turib, shogirdlarga nihoyat aniq tushuntirdi. Ham bu qizni, ya'ni biz bu to'y bo'lgan qizni bo'lsa e'tiqodchilar jamoatchiligi dedi emasmi? Bu deganimiz ya'ni vahiylar qismi qaraydigan bo'lsak, vahiylarning 22 bob qaraydigan bo'lsak, 22 bob 17-oyatda muqaddas ruh va to'y bo'lgan qiz keldi de, anglaganlarning hammasi keldisin, ussigan kelsin, xalgan kishi hayotlik suydi naqsiz issin deb turib, dal shu joyda to'y bo'lgan qizni dal shu e'tiqodchilar jamoatchiligiga o'xshatib turib misol keltirdi. Biz Ko'nahtida men burun bir qadim deb o'tgan Ko'nahtida davrda Xudoni bo'lsa yigitga, e'tiqodchilar, ya'ni Isroil xalqini bo'lsa qizga o'xshatib turib, Xudoni bo'lsa otiga o'xshatib turib, Isroillar bo'lsa farzandga o'xshatib turib, Xudoni bo'lsa ariga o'xshatib turib, Isroillar bo'lsa ayolga o'xshatib turib, shunday nikoh munosabat bo'yicha ahd munosabatni o'xshatib turib, shunday bir tamsillar, o'xshatishlar orqali nihoyat jonliq holatda tasvirlagan Xudo bilan insonlarning, ya'ni Xudo bilan o'zi tanlagan xalqining munosabatini dal shunday misollar, o'xshatishlar orqali jonliq yo'ritib berganga o'xshash Yahyo payg'ambarmu bu yerda qizni, ya'ni e'tiqodchilarni, Xudo o'ziga chaqirganlarni, Xudo o'zining ruhini ato qilmoqchi bo'lganlarni bo'lsa, dal shunday to'y bo'lgan qiz qilib, Hazrat Aysoni bo'lsa to'y bo'lgan yigitga o'xshatib turib, dal shunday tasvirlaydi. Biz bu to'y bo'lgan yigitni biz Kana yesidagi to'y ziyofati degan dal shu mazmunda biz shu Yangi ahd kitobimizda tasvirlangan to'y bo'lgan yigit, podshohning o'g'li uchun tayyorlamoqchi bo'lgan ziyofat degan o'xshash Yangi ahd davrini bo'lsa, ya'ni Hazrat Ayso kelib, Hazrat Ayso jakarlagan bir davrni, yangi bir davr, yangi bir vaziyatni dal shunday to'y ziyofati, Masihning to'y ziyofati oshgan davr orqali ko'ramiz deb turib degan edik. Ya'ni Xudo bilan insonlar orasidagi ahd munosabatni, dal shu nikoh bilan ishbolagan ahd munosabatni, Ayso Masih orqali bog'langan ahd munosabat deb turib, dal shu kanoyasidagi to'y ziyofatini, ya'ni ikkinchi bobdagi mazmunni bir qatam anglab tursanglar, texmo mencha tushunishlik bo'ldi. Dal shuning o'xshash Hazrat Aysoni bo'lsa, dal shundoq to'y bo'lgan yigitga misol keltirib turib, qiz bo'lsa, to'y bo'lgan qiz bo'lsa, dal Xudoning o'z ruhini ato qilib turib, suyi va ruh bilan poklamoqchi bo'lgan, o'zining podshohligiga chaqirgan dal shu e'tiqodchilar ekanligini misolga keltirib turib, Yahyo payg'ambar degan so'zi bo'lsa, yigitga mansub qiz, to'y bo'lgan qiz bo'lsa, dal shu yigitga mansub bo'ldi deb o'zini bo'lsa qo'ldashga,
Yani Hazreti Aysa'nın, yani Aysa Məsih'nin toyu bulduğun şu Aysa Məsih'nin qo'llashga, onun işleri üçün, onun kelish üçün yo'l hazırlovchi, ham qo'llash sifatida, yigitning barliq ishlarini qiluvchi sifatida, tayyorligini qiluvchi sifatida tasvirlab, shunga uning shuhratining o'sishi, mening bo'lsa tuvalishi, qiz bo'lsa onunla mənsub buldu, manga emas deb turib o'zining xizmati, o'zining kimligi, o'zining salohiyati va o'zining Xudo oldidagi xizmatining vazifasining nima ekanligiga oid ochiq, nihoyat aniq holatda shogirdlarga tushuntiradi, izohlaydi. Ya'ni o'zining xizmati bo'lsa Masihning kelishi uchun yo'l hozirlash bo'lganlikdan, endi Masih kelganligi uchun barcha maydonni Masihga topshirish, uning qilganlari va qilmoqchi bo'lganlariga qaraydigan vaqtning kelganligini, ya'ni maydonni Masihga topshiradigan vaqtning kelganligini, o'zining vazifasining bo'lsa oxirlashganligini, Xudo oldida, ya'ni Xudo uningga ato qilgan vazifasini tamomlaganligini tunib yetgan. Yahyo payg'ambar bo'lsa, endi shogirdlarning diqqatini Hazrat Aysoga markazlashtirish bilan qolmasdan, ya'ni o'qirmanlarga dal barcha diqqatni Hazrat Aysoga markazlashtirish kerakligini bu yerda bizga uqtirayotganligini biz ham bu yerda ko'rib o'tamiz. Ya'ni dal 31-oyatdan 36-oyat bo'lsa, dal shunday Yahyo payg'ambarning guvohligiga oid markaziy mazmun bo'lib, ya'ni bizning diqqatimizni Hazrat Aysoga markazlashtirib turib, Hazrat Aysoning kimligini haqida, ya'ni kimligi haqida guvohlik bergan mazmun dal shu 31-oyatdan 36-oyatgacha mazmunlar deb ko'rishga bo'ladi. Ya'ni 31-oyat bo'lsa, u bo'lsa arishdan kelguchi bo'lib, hammadan ustundir deydi. Ya'ni bizda emasmi? Endi uning xizmatining tamomlaganligini, vazifasining ado bo'lganligini, o'zi yo'l hozirlagan dal Masih kelganligi uchun barcha maydonni Masihga topshirish kerakligini bilgan emas, dal Masihga topshiradigan vaqtning kelganligini. Dal bu Masih bo'lsa arishdan kelguchi bo'lib, hammadan ustun bo'lguchi ekanligini. Ammo Yahyo payg'ambar bo'lsa, bu dunyodan kelguchi bo'lib, qilgan so'zlarimi bu dunyodagi ishlar bilan cheklanganligini. Lekin Hazrat Ayso u arishdan kelguchi hammadan ustun bo'lib, uning guvohligi bo'lsa dal arishda ko'rgan va anglaganlari ekanligini deydi bu yerda. Biz yangi ahdan boshlagandami biz bu ko'rgan, anglagan degan shu fe'llarni biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni ko'rgan desa o'lchamni dal Xudoning irodasi, Xudoning o'lchami bo'yicha qarash deb turib aniq aytgan edik. Buni biz olamning yaratılishida shuna degan edik. Bu ko'rish, anglash bo'lsa Xudoning irodasi, Xudoning shu amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari va Xudoning o'lchami bilan ko'rganlari degandek qisqasi dal shu Xudoning irodasi, amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarini bu yerda shu Yahyo payg'ambar bo'lsa, u arishdan kelguchi bo'lib, uning ko'rsatganlari, uning deganlari, arish ko'rgan va anglaganlari haqida guvohlik berish deb turib, dal shu Xudoning irodasiga, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlariga guvohlik berayotganligini, o'zining dal arishda turib, Xudoning irodasi va Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarini, planlarini amalga oshirish uchun arishdan kelguchi va guvohlik berguchi deb turib, Hazrat Aysoning dal shu xudolik salohiyatiga, arishdan kelguchi hammadan ustun bo'lgan shu salohiyatiga guvohlik berayotganligini ko'ra olamiz. Ham bu yerda deydi, biroq uning guvohligiga ishonganlar nihoyat oz bo'ldi deydi. Ya'ni Hazrat Aysoning arishdan kelguchi, Xudo avatgan qutquzguchi, Xudo avatgan insonlarning gunohi uchun qurbon bo'lgan qo'zi ekanligini, Masih ekanligini, dal shu Xudoning Hazrat Ayso orqali o'zining irodasini, o'zining barcha amalga oshirmoqchi ishlarining dal Hazrat Ayso ustida ekanligini namoyon qilmoqchi emasmi? Dal shunday Hazrat Ayso kelgan vaqtida bo'lsa, Hazrat Aysoning guvohligiga, Hazrat Aysoga ishonganlarning nihoyat oz bo'lganligini. Lekin dal shu oz turdagi Hazrat Aysoga ishongan, Hazrat Aysoning guvohligiga ishonib, uningga ergashadiganlar, uningga ishonganlar bo'lsa, Xudoning haq ekanligiga guvohlik berganligini. Ya'ni nihoyat oz sondagi kishilarla Hazrat Aysoga e'tiqod qilib, Hazrat Aysoni haqiqiy tunib, haqiqiy ishonganligini. Lekin ishonganlar shunday oz bo'lsa-mu, lekin ular hayotida ularning shu e'tiqodi bilan Xudoning haqiqati, Xudoning namoyon qilmoqchi bo'lgan haqiqati, shu haqiqiy nur, shu haqiqiy adolati,
haqiqiy sevgisining dal shu e'tiqod qilguvchilar, dal shu oz bo'lgan e'tiqod qilganlar ustida namoyon bo'lganligini, ya'ni ular orqali Xudo o'zining haq ekanligini namoyon qilganligini bu yerda aytadi. Ya'ni bu yerda Xudoning haq ekanligiga guvohlik berdi deymiz. Xudoning qilmoqchi bo'lganlarining va qilganlarining hammasining adil va haq muqaddasligi bilan o'zining huquqi bilan qilgan mukammal ish ekanligiga guvohlik beradi. Ya'ni Hazrat Aysoning yer yuziga kelib, Hazrat Aysoning kirish ustida mixlanishi bo'lsin, Hazrat Ayso ustida shu barcha qutqizishini va unda so'roq qilishni shu Hazrat Ayso ustida tamomlaganligini, dal shu ishining bo'lsa Xudoning o'zining adolati va muhabbati, muqaddasligi va huquqini, shuningdek o'zining mukammalligini namoyon qilgan, shon sharafini namoyon qilgan dal shu mukammal ish ekanligiga guvohlik bo'lgan, shuna guvohlik bergan guvohchilar ekanligini bu yerda ko'rsatadi. Ya'ni Xudoning haq ekanligi deganimiz, Xudo almasaqdan beri, qadimdan beri o'zining payg'ambarlarini, o'zining xizmatkorlarini avatib, Tavrat qonunida bo'lsin, payg'ambarlar orqali yetkazgan so'zlarda bo'lsin, butun tarixdan buyon Xudo o'zining xalqi, xizmatkorlari orqali jakarlagan shu so'zlari, shu bishoratlari dal Hazrat Ayso ekanligini, Hazrat Ayso ustida shu bishoratlarning, so'zlarining hammasining to'liq namoyon bo'lganligini, shunga shu Xudoning burundan boshlab so'zlagan so'zlari, Xudoning irodasi, va'dasini Xudo o'zi tutib, shularni amalga oshirganligi, shunga Xudoning va'dasi turg'ichi ishonchli ekanligiga ham, shunga Xudoning haq ekanligiga ham guvohlik berganlar dal Hazrat Aysoga ishongan shu osondagi kishilar ekanligini. Xudo bo'lsa ularning ustida dal shu Hazrat Aysoga e'tiqod qilgan, ishonganlarning ustida o'zining haq ekanligini, haqiqatini namoyon qilganligini. Ya'ni nima demoqchi desa, bizning hayotimiz Xudoga ishonganlar, Hazrat Aysoga ishonganlarning hayoti ustida dal Xudo o'zining haq ekanligini, haqiqatini, adolatini dal shuna jakarlaydiganligini. Ya'ni bizning hayotimiz bo'lsa Xudoning adolatini jakarlaydigan, Xudoning haqiqatini jakarlaydigan, haqiqat o'lchamini jakarlaydigan, Xudoning shu nurini jakarlaydigan dal shuna jakarlag'uchining bir hayot ekanligini, bizning salohiyatimizning dal shu Xudoning haqiqatini namoyon qiladigan shuna bir hayot ekanligini bizning ham tushunishimizga to'g'ri keldi. Endi 34-oyatdan 36-oyatgacha qadar mazmun bo'lsa, dal shu arishdan kelguchini hammadan ustun, ya'ni arishdan kelguchi hammadan ustundir degan emas. O'sha 31-oyatda ikki qatim chiqadi bu so'z. Dal shunga arishdan kelguchi hammadan ustun dedik. Amsa nimishga bu arishdan kelguchini hammadan ustun deymiz deganga javob bo'ldigan mazmun dal 34dan 36-oyatgacha. Ya'ni Xudo avatgan qutqizuvchi, arishdan kelguchi, ya'ni Hazrat Aysoning bu 3-bobda nihoyat ko'p tasvirlaydi. Arishdan kelguchi, Xudo avatgan qutqizuvchi, yagona o'g'li, inson o'g'li deb turib nihoyat ko'p atalg'ular bilan bir tasvirlaydi. Dal shuningdek arishdan kelguchi, ya'ni Xudo avatgan qutqizuvchi bo'lsa, Xudoning so'zini so'zlaydigan bo'lib, Xudo o'z ruhini uningga aymasdan berib kelmoqda deb. Endi bu yerda biz diqqat qilgan bir mazmun bor, ya'ni Xudo o'z ruhini uningga aymasdan berib kelmoqda degan so'zimiz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ya'ni bu so'z bo'lsa Hazrat Aysoning yer yuziga kelishdagi maqsadini, yer yuzidagi shu amalga oshirmoqchigan ishini tasvirlaydigan mazmunni desak bo'ldi. Ya'ni Hazrat Aysoni bo'lsa biz Xudoning kalomi, Xudoning so'zi dedig'amizmi? Dal shunga dal Xudoning so'zi, Xudoning kalomi yer yuziga kelishi dal shu Xudoning so'zlarini so'zlash uchun, ya'ni Xudoning so'zlarini insonlarga yetkazish uchun, dal shu Xudoning so'zining insonlar orasida namoyon bo'lishi uchun, dal shu Xudoning so'zining insonlar orasida turishi uchun kelgan, ya'ni Xudo avatgan bo'lg'achqa dal shunga qutqizuvchi Xudoning so'zini so'zlaydi deb turib shu maqsadda bu yerda, chunki Xudo o'z ruhini uning ayamasdan berib kelmoqda deganligini biz ko'rib olamiz. Chunki bu so'zni tushunish uchun sal asli til, ya'ni grek bilan tushunib, grek tildagi shu maqsadni, mushu so'zning ishlanishini biz to'g'ri tushungan vaqtimiz andan keyin bu so'zning haqiqiy ma'nosini tushuna olamiz desakmi bo'ladi. Andan keyin 35-oyatda arishkatimiz o'g'lini suydi va hamma ishlarni uning qo'liga topshirgan edi. Bu yerda biz asli tilda ko'rgan bo'lsak, arishdagi otimiz bo'lsa deb turib bo'lsa degan so'z. Bu bo'lsa degan so'zlar ta'kidlaydigan
ta'kidlash rolini, kuchaytirish rolini o'ynaydi emasmi? Shunga aristokratimiz bo'lsa, o'g'lini suydi. Va shundaqla. Chunki hatto hamma ishlarini uning qo'liga topshirgan. Ya'ni aristokratimiz bo'lsa, o'g'lini suygan bo'lg'ashqa. Chunki, ya'ni hatto hamma ishlarini uning o'g'liga, ya'ni qo'liga, o'g'lining qo'liga topshirgan bo'lg'ashqa, Xudoning o'g'liga e'tiqod qilgan kishi bo'lsa, mangulik hayotga erishgan bo'ldi, lekin uni rad qilgan kishi bo'lsa, mangulik hayotdan mahrum qoladi deb turib, bu arishning kelguchi Xudo avatgan qutqizuvchi bo'lsa, o'zi Xudoning so'zini so'zlash kelgan bo'lib, ya'ni Xudoning so'zini haqiqatan yetkazadigan bo'lib, hatto uningga hamma ishlarni topshirganligini, ya'ni hamma ishlarni uning qo'liga topshirganligini. Biz buni 3-bab, ya'ni oldingi soat darsda biz bir qatim ko'rib o'tgan edik, ya'ni insonlarni so'roqqa tortish huquqi bo'lsin, qutqizish huquqi bo'lsin, dal shundaq Hazrat Aysoda ekanligini. Chunki hamma ishlarni uning qo'liga topshirganligini bu Yahyo payg'ambarning guvohligi orqali biz ko'rib olamiz. Shunga hamma ishlarni Xudo Hazrat Aysoning qo'liga topshirgan bo'lg'ashqa, ya'ni insonlarni so'roq qilish ishini bo'lsin, mayli uni qutqizish ishini bo'lsin, bu o'g'lining qo'liga topshirgan bo'lg'ashqa, o'g'liga e'tiqod qilganlar bo'lsa, shunga mangulik hayotga erisha oladiganligini. Ammo dal shu o'g'lini rad qilganlar bo'lsa, mangulik hayotdan mahrum qilib, Xudoning g'azabi dal shularning ustida ekanligini bu yerda, ya'ni 3-bobdagi Nikodim bilan paranglashgan 11-oyatdan boshlab 21-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni dal bugungi mazmunimizda 22-oyatdan 36-oyatgacha bo'lgan mazmunlarda texmi konkretlashtirib, takrorlaganga o'xshash qilgan bo'lsa-mu, mazmunni texmi konkretlashtirib bizga tushuntirib berayotganligini biz ko'rib olamiz. Bugungi mazmunda mencha sizlar o'zinglar o'qisanglarmi tushunolmaydigan mazmun ancha yo'q deb o'ylayman. Bugungi mazmunda biz alayda tushunish tegishli bo'lgan mazmun, ya'ni tunalishimiz, anqirishimiz tegishli mazmun bo'lsa, Yahyo payg'ambarning pozitsiyasi. Ya'ni Yahyo payg'ambarning o'zining hayoti ustidagi Xudoning irodasi va o'ziga topshirgan Xudoning xizmatini nima ekanligini anqirab, o'zining qilish tegishli vazifasining nima ekanligini to'liq tunib yetganligini, shunga yer yuzida Xudoning qilayotgan ishlarga Xudoning irodasi bilan to'g'ri qarab turib va o'zining hayotiga va atrofidagi muhit bo'lsin va yoki shu davrdagi o'zgarishlarga bo'lsin, Xudoning irodasi bilan to'g'ri tushunib, to'g'ri qarab, to'g'ri anqirab, Xudoning qilayotgan ishlarining nimaligini tushunib yetgan, Xudoning oldida bo'lsa, noyda kamtarlik bilan, tuvallik bilan o'zini to'liq tunib yetgan kishining dal Yahyo payg'ambar ekanligini, shunga Hazrat Aysoning, agar biz bugungi mazmun orqali Yahyo payg'ambarning pozitsiyasining, uning degan so'zlarining qanday bir qalbda deganligini biz to'g'ri tushunib yetgan vaqtimizda, Hazrat Aysoning Yahyo payg'ambarga bergan bahosi bor emasmi? Ya'ni insonlar orasida eng ulug' kishini Yahyo payg'ambar deydi emasmi Hazrat Ayso? Nima uchun Hazrat Ayso Yahyo payg'ambarni insonlar ichidagi eng ulug' kishi deganligini dal shuna baho berganligini biz cho'nqur tushunib yetalaymiz. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz bugungi mazmunni mushayish ko'rib yetaylik. Biz ham keyin qatim darsimizni ko'rishaylik. Amallar Xudodan kelgan aql farosat, cho'nqur tushuncha, ro'shan qalb ato qilishini umid qilaman. Shundaqla sizlarning ham Xudo oldida, Xudoning sizlarning hayotinglarda, sizlarning kunlik turmushinglar orqali, sizlarning ustinglarda o'zining namoyon qilmoqchi bo'lgan irodasi, plani va ishining nima ekanligini anqirab yetib, har kun sizlarning har o'rninglarda, har ishlaringlarda Xudoning irodasi bo'yicha, irodasini anqirab turib, itoat qilib yashaydigan va shu irodasi orqali hayotinglardagi shu o'rninglarda Xudoning ulug'ligini, Xudoning shon sharafini, Xudoni texmi tunib yetishinglarni umid qilaman. Biz ham keyingi sonni ko'rishaylik. Amanlar, aman bo'linglar.